Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan if clause'da will ishlatilishi haqida gaplashamiz. Lekin bizda odatda if clause'da will hech qachon ishlatilmaydi. If it rains, we will stay at home. Bu to'g'ri gap. Agar biz shu gapni if it will rain, we will stay at home deb aytadigan bo'lsak, bu noto'g'ri hisoblanib qoladi. Ammo bizda 3 xil holatda if plus will ishlatiladi. Birinchi holat result ma'nosida. Ya'ni asosiy gapda aytilayotgan ish harakat natijasi ifli gapda berilgan bo'lsa, ya'ni open a window if it will help you to sleep. Derazani oching agar u sizga uxlashingizga yordam bersa. Ya'ni derazani ochish ish harakati va buni natijasi uxlashga yordam berishi. Bu yerda ish harakat ketyapti va uni natijasi if gapda keltirilyapti. Mana shunday holatda demak ifdan keyin will ishlatish mumkin bo'lar ekan. Va agar biz open a window if it helps you to sleep desak ham, bu gap ham to'g'ri hisoblanadi. Ya'ni will ishlatmasdan bu yerda present simple ni ishlatsak ham to'g'ri hisoblanadi. Ikkinchi qoidamiz esa request yoki taklifda ifdan keyin will ishlatsak bo'ladi. Bu holatda if you will deb ishlatish ham mumkin, if you would deb ishlatish ham mumkin. Misollarda ko'rib chiqsak, if you will take your seats, we can begin the meeting. Agar joylaringizni egallab olsangiz, biz uchrashuvni boshlaymiz. Bu yerda if you would take your seats deb aytsak ham noto'g'ri hisoblanmaydi, bu ham to'g'ri. Keyingi misolimiz if you will follow me, I will show you the room. Agar siz menga ergashsangiz, sizga xonani ko'rsataman. Bu gapimizda ham I will ni o'rniga would ni ishlatsak ham bo'ladi. I would show you the room deyish ham xato hisoblanmaydi. Uchinchi qoidamiz esa tanqid yoki norozilik bildirishda ifdan keyin will ishlatsak bo'ladi. Misol uchun I'm tired. Bu conversation, ya'ni ikki kishi gaplashyapti. A odam aytyapti I'm tired, men charchadim. B odam aytyapti well, if you will go to bed so late, I'm not surprised. Xo'sh, agar sen shunday kech yotishda davom etaversang, men ajablanmayman. Ya'ni kech yotganliging sababli charchagan his qilyapsan o'zingni degan ma'no kelib chiqadi bundan. Va bizda if plus won't birikmasi ham mavjud. Buni qachon ishlatamiz? Rad etish ma'nosida. There is no point in trying to teach the class if they won't pay attention. Agar ular diqqat qaratishmasa, sinfni o'qitishga harakat qilishdan ma'no yo'q. Ya'ni ular e'tiborlarini qaratishni rad etishsa degan ma'noda kelyapti. Bugungi if clause'da will ishlatilish qoidamiz mana shundan iborat edi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib, do'stlaringizga bo'lishni unutmang.